هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Fath tafsiri 27. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Fath suresi 27. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah payg'ambariga haq ravishda haqiqiy rost tush ko'rsatdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen ve sahabelerin Allah xolisa düşmandan amin bo'lgan, ba'zilaringlar boshlaringlarni tushirgan ve ba'zilaringlar qirqigan holda qo'rqmay cho'qim masjidi haromga kirsizlar. Allah suhdiki sizlar bilmaydigan foydani biladi. Allah bundan burun sizlarga yaqin bir g'alabini, ya'ni Xaybarning fathisini muyassar qildi. Allah haq dinni bütün dinlardan ustun qilish uchun payg'ambarini hidoyat bilan ve haq din bilan avatdi. Muhammed aleyhisselamның Allah'ның payg'ambari ekanligiga guvohlik berishga Allah yeterlikdir. Payg'ambar aleyhisselam hakikaten Mekke'ye berib Beytullah'ni tavob qilib tush ko'rgan edi ve sahabelerge tushini u Madinadagi chaqdala bayon qilgan edi. Hudaybiya sulhisi bo'lgan yili ular safarga chiqqan chaqda ko'pchilik bu tushning bu yil amaliylashidiganligiga shak qilmagan edi. Biroq sulhi masalasi yuz bergan ve ular kelar yili umr qilishga qayt kelish sharti bilan bu yil Madinaga qaytib ketgandan keyin ba'zi sahaba radhiyallohu anhumlarning ko'nglida u to'g'risida norozilik paydo bo'lgan edi. Tehi Ömer radıyallahu anhu u to'g'riliq so'rab payg'ambar alayhissalomga aytgan so'zida bizning Baytullohga bordiganligimizni va uni tavob qiladiganligimizni bizga xabar qilgan emasmiding degan. Payg'ambar alayhissalom uning javoban shundoq xabar qilgan edim, biroq men sana Baytullohga bu yil cho'qim borsan deb xabar qildimmi degan. Ömer yo'q degan payg'ambar alayhissalom. Sen Beytullahga cho'qim borsan ve uni tavob qilasan degan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Ömerga bunun bilan o'xshash javob bergan. Shuning uchun buyuk ve yüksek Allah subhanahu wa ta'ala mundaq deydi. Allah payg'ambariga haq ravishda haqiqiy rost tush ko'rsatdi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen ve sahabelerin Allah xolisa düşmandan amin bo'lgan, ba'zilaringlar boshlaringlarni tushirgan ve ba'zilaringlar qirqigan holda qo'rqmay cho'qim masjidi haromga kirsizlar. Ular masjidi haromga kirganda ulardan chechini tushirganlarmi ve qisqartganlarmi bor edi. İmam Bukhari ve Müslim'nin rivayetinde Peygamber aleyhisselam çaşlarını düşürgenlerge Allah merhamet qilsin degan. Sahabeler, ey Allah'ın peygamberi çaşlarını qisqartganlargimi deganda Peygamber aleyhisselam çaşlarını düşürgenlerge Allah merhamet qilsin. Sahabeler, ey Allah'ın peygamberi çaşlarını qisqartganlargimi degan. Peygamber aleyhisselam
çaşlarını tushirganlarga Alloh marhamat qilsin degan. Sahobalar yana ey Allohning payg'ambari chachlarini qisqartganlarmi degan. Payg'ambar alayhisalom 3-chi yoki 4-chi qitimda chachlarini qisqartganlarmi Alloh rahmat qilsin degan. Qo'rqmay cho'qim masjidi haromga kirsizlar. Allah bu oyatda mu'minlarga ular masjidi haromga kirgan chaqda qo'rqinishdan amin bo'ladiganligini va shaharga o'rinlashgan chaqda hech xavfning bo'lmaydiganligini, ularning hech kimdan qo'rqmaydiganligini bildirdi. Bu ish Hijriyaning 7-yili Zulqaida oyida qado umr qilganda amalga oshgan edi. Payg'ambar alayhisalom sulhidan keyin Hudaybiyadan Zulqaida oyida Madinaga qaytdi. Madinada Zulhajja va Muharram 12-oy va 1-oy oylarini o'tkazib, Safar oyida 2-oy Haybarni fath qilib chiqdi. Alloh taolo uningga Haybarning ba'zi qismini urush bilan, ba'zi qismini sulhi bilan fath qilish sharpini ato qildi. Haybar bo'lsa cho'ng bir rayon bo'lib, keng ketgan xormizorlik va ekinzorlik edi. Payg'ambar alayhisalom Haybarning yahudilarini Haybardan chiqqan mahsulotning yarmini berish badaliga ishlatdi. Haybar zaminini yolg'iz Hudaybiyaga chiqqanlarga taqsim qilib berdi. Bu taqsimotga ulardan boshqa hech kim erisholmadi. Faqat Habashistondan kelgan Ja'far ibn Abu Talib va uning hamrohlari ham Abu Musa Ash'ari va uning hamrohlari radhiyallohu anhum qatorliqlardan bir odam qolmay bu taqsimotga erishdi. İbn Zeydning aytishicha, faqat Abu Dujana Sammak ibn Harisha bu taqsimotga hozir bo'la olmagan. Bu vaqtda o'z o'rinda tafsili to'xtalib o'tildi. Ondan Payg'ambar alayhisalom Haybardan Madinaga qaytib keldi. Hijriyaning 7-yili Zulqaida kirishiga Payg'ambar alayhisalom va Hudaybiyaga chiqqan sahobalar umr qilish uchun Makka ga qarab yo'lga chiqdi. U Zulhulayfiyada ihrom bog'ladi. O'zi bilan qurbonlik molni billa ilib mangdi. Aytilishicha, u 60 dona qurbonlik to'ga ilib mangan ekan. Payg'ambar alayhisalom talbiya aytib mangdi. Uning sahobalari mu talbiya aytgan holda yurib ketdi. Payg'ambar alayhisalom Zahron o'tishmisiga yaqinlashgan chaqda Muhammad ibn Muslimani qo'ranlangan otliq odamlar bilan oldida minishga avatdi. Mushriklar uni ko'rgan chaqda qattiq qo'rqib cho'chib ketishdi. Ular Payg'ambar alayhisalom bizga qarshi urush qilib kelibdi. U o'zi bilan bizning o'tirimizdagi 10 yil urushmaymiz degan ahdini buzibdi deb gumon qilgan edi. Ular berib bu ahvolni butun Makka ahliga xabar qildi. Payg'ambar alayhisalom yetib kelib, haramning belgilari ko'rinib turadigan joy Zahron o'tishmisiga tushdi. O'qiya, o'q, nayza qatorliq qurollarini Ya'jaj qabilasiga avatib etib, Qurayshlar bilan shartlashganidek g'alablangan qilishlari bilanla Makkaga qarab yurib ketdi. Payg'ambar alayhisalom yo'lda kelayotgan chaqda Qurayshlar uning oldiga Mikzar ibn Hafisni avatdi. U ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sening ahdini buzadiganligingni bilmabdi dedi. Payg'ambar alayhisalom bu nima gap dedi. U bizning yinimizga o'qiya va nayza qatorliq qurollar bilan kelibsan dedi. Payg'ambar alayhisalom undaq emas. Biz qurolni haqiqatan Ya'ja qabilasiga avatib dedi. U mushundaq ishing bilanla seni yaxshi va vafodor deb tanib keldik
dedi. Mekke'deki kafirlarning başlıkları qattiq achchiqlanganlikdan Peygamber aleyhisselamni ve onun sahabalarini görmeslik için Mekke'den çıkıp gitti. Qolgan er ayollar ve balalar qatorliq Mekke aholisi yo'llarda, o'gizlarda Peygamber aleyhisselamga ve onun sahabaları qarab o'ltirishdi. Peygamber aleyhisselam Mekke'ye kirib keldi. Onun sahabaları talbiya aytgan holda uni oldida mang'atdi. Qurbanliqni Zutova degan yerga avatdi. Peygamber aleyhisselam Hudaybiya kuni minib olgan Qasva ismli to'ygisini yana minib olgan edi. Abdullah ibn Ravaha Ansari Allah'ın Peygamberinin to'ygisining nuqtasidan tutib, uni yetlab tövendeki beytini o'qigach mengib o'tatdi. Allah'ın namıdan qilman qasam, onun dinidan boshqa din yo'q deb. Allah'ın namıdan qilman qasam, Muhammed Allah'ın peygamberi deb. Kafirlar pushtini qo'yib bizga, chapimiz sizlarni Rob emri bilan. Shu dalilda qilgan urush hayvatimizdan do'st ayrilgan qushmu urkib qochgan ham. Rabbimiz aytdi shundoq so'zni Qur'onda, payg'ambari yetkizgan din ahkamida bayon qildi oliy o'lim shahidlik deb. Pido qildim jinimni men Rabb yo'lida. İmam Ahmed İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Peygamber aleyhisselam ve onun sahabeleri Mekke'ye yetib keldi. Ularning tenini Medine'de ular duchor bo'lgan qizitma ve u yerdeki nachar muhit ojizlashtirib etgan edi. Mushriklar o'z odamlariga, sizlarga Medine'nin qizitmasi ve u yerdeki bir qavm keladi degan edi. Mushriklar Hajarul Aswadga udul keladigan tarafda o'ltirgan edi. Alloh taolo Peygamber aleyhisselamni mushriklarning deganlaridan xabardor qildi. Shuning bilan Peygamber aleyhisselam sahabalarga o'zlarining jasoratini mushriklarga ko'rsatib qo'yish uchun 3 qitimliq tavobda yugurishga buyurdi. Ular 3 qitim Beytullohni yugurib aylandi. Peygamber aleyhisselam sahabalarni mushriklar ko'rolmaydigan joy 2 rukuning oraliqida yugurmay mengishga buyurdi. Peygamber aleyhisselam ularga mehr shafqat qilganlikdan 7 qitimning hammasida ularni yugurishga buyurmadi. Buni ko'rgan mushriklar, sizlar qizitma ojizlashtirib etgan kishilar deganinglar ana shularmi? Ular eng jasoratlik odamlarkan deyishdi. Bu hadisni İmam Buxoriy ve Muslim rivoyat qilgan. İmam Buxoriy İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Peygamber aleyhisselam ve onun sahabeleri radıyallahu anhumlar Zulqaida oyining 4-cü kuni atiganda Mekke'ye yetib keldi. Mushriklar o'z odamlarga, sizlarga Medine'nin qizitmasi ojizlashtirib etgan odamlar keladi dedi. Peygamber aleyhisselam ularni 3 qitim yugurib aylanishga buyurdi. U faqat ularga mehr shafqat qilganlik uchunla ularni 7 qitimning hammasida yugurishga buyurmadi. Yana İmam Buxoriy İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Peygamber aleyhisselam aman esenlik berilgan yili Mekke'ye kelgan chaqda mushriklarga kuchini ko'rsatish uchun sahabalarni tavob jarayonida yugurishga buyurdi. Mushriklar bo'lsa Quyqan tarafda edi. İmam Buxoriy İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Peygamber aleyhisselam mushriklarga kuchini ko'rsatib qo'yish uchun Beytullohni ve Safa bilan Marva arasini rastli yugurib aylangan. İmam Buxoriy İbn Umar radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Peygamber aleyhisselam ömrü qilish uchun yo'lga chiqdi.
Quraysh kafirlari uni Baytullohga kirishdan to'sdi. Shuning bilan u Hudaybiyada qurbonligini qilib, chechin tushirdi va mushriklar bilan qilichlaridan boshqa hech qanday qurol ko'tarib kelmaslik va Makkada mushriklar turishga ruxsat qilgan vaqtdan ortiq turmaslik sharti bilan kelar yili umr qilishga sulh tuzdi. Shunda qilib payg'ambar alayhisalom kelarki yili umr qildi. U Makkaga ular bilan sulhlashgan bo'yicha kirdi. U Makkada 3 kun turgandan keyin ular uni chiqib ketishga buyurdi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom Makkadan chiqib ketdi. Allah sulhdagi sizlar bilmaydigan foydani biladi. Allah buningdan burun sizlarga yaqin bir g'alabani, ya'ni Xaybarning fathisini muyassar qildi. Ya'ni g'olib va buyuk Allah sizlarning Makkaga kirmay qaytishinglarda va Makkaga kelar yili kirishinglarda sizlar bilmaydigan yaxshilik va manfaatlarning borligini biladi. Allah buningdan burun sizlarga yaqin bir g'alabani, ya'ni Xaybarning fathisini muyassar qildi. Ya'ni payg'ambar alayhisalomning tushida sizlarga va'da qilingan bo'yicha Makkaga kirishinglardan ilgari Allah sizlar bilan dushmaninglar bo'lgan mushriklar o'rtasida barliq kelgan sulhidan iborat yaqin g'alabani muyassar qildi. Musulmonlarning butun olam ustidan g'alaba qiladiganligiga berilgan bishorat to'g'risida buyuk va yuksak Allah payg'ambar alayhisalomning dushmani ustidan va boshqa yer yuzidagi insonlar ustidan g'alaba qiladiganligi bilan mu'minlarga xush xabar berib mundoq deydi. Allah haq dinni bütün dinlardan üstün qilish uchun payg'ambarini hidoyat bilan va haq din bilan avatdi. Ya'ni Allah Teala haq dinni Arab bo'lsin yoki g'ayri Arab bo'lsin, samoviy din egilari bo'lsin yoki mushrik bo'lsin, bütün dinlar ustidan g'alaba qildirish uchun payg'ambar alayhisalomni foydali ilm va yaxshi amal bilan payg'ambar qilib avatdi. Shak shubhisizki shariat ikki narsani o'z ichiga oladi. Biri ilm, yana biri amal. Shar'iy ilm to'g'ri ilmdir. Shar'iy amal Allah Taalaning dargohida qabul qilindi. Shariat xabarlari haqdir. Shariat talablari odildir. Muhammad alayhisalomning Allohning payg'ambari ekanligiga guvohlik berishga Allah yetarlikdir. Ya'ni Allah uning yordamchisidir. Muhammad Allah'ның rasulidir. Onun bilan birga bo'lgan mu'minlar kuffarlarga qattiqdir. O'zaro kuyimchandir. Ularni ruku qilgan, sajda qilgan holda ko'rsan. Ular Allohning fazlini va roziligini tilaydi. Ularning yuzlarida sajdining asridan nishonlar bor. Ana shu ularning Tavratdagi sifatidir. Ularning Injildagi sifati bo'lsa, ular shox chiqargan, kuchlanib cho'ngaygan, ondan o'z g'o'li bilan o'ritilgan, boluqliqi va ko'rkam ko'rinishi bilan dehqonlarni mamnun qilgan bir ziroatga o'xshaydi. Mu'minlarni mundaq ziroatga o'xshatish kuffarlarni xaf qilish uchundir. Allah ularning ichidan iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga mag'firat va katta ajr va'da qildi. Mu'minlarning sifatlari to'g'risida Allah Teala Muhammad alayhisalomning shak shubhisiz Allah Teala'nın haq payg'ambari ekanligini xabar qilib mundoq deydi. Muhammad Allohning rasulidir. Ya'ni u barliq go'zal sifatlarni o'zlashtirguchidir. Ondan Allah Teala uning sahabalari radhiyallohu anhumlarni go'zal madhilar bilan maqtab mundoq deydi.
Onun bilan birga bo'lgan mu'minlar kuffarlarga qattiqdir, o'zaro kuyimchandir. Bu vaqtda Alloh taolo bunday degan. Allah onun o'rniga Allah ularni do'st tutadigan, ularmu Allohning do'st tutadigan, mu'minlarga kuyinadigan, kofirlarga shafqatsiz, Allohning yo'lida jihad qiladigan va malomat qilg'uchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi. Kafirlarga qattiq qo'l va qo'pol bo'lish, mu'minlarga kuyimchan va mehribon bo'lish, kafirlarning oldida g'azablangan va qopoqni turgan holda turish, mu'min qarindishining oldida ochiq chiroy, kulki holda turish, kulgan holda turish, mana bu mu'minlarda bo'lishi tegishli sifatlardir. Bu vaqtda Alloh taolo bunday degan. Ey mu'minlar, sizlar o'zingizlarga yaqin joydagi kofirlar bilan urush qilinglar. Ya'ni sizlarga xatar bo'lmaslik uchun oldi bilan atrofinglardagi kuffarlarni ujuqtiringlar. Sizlarni ular qattiq his qilsin. Ya'ni urush ustida ularga qattiq qo'l bo'linglar. Ularga ichinglar og'rimasin. İmam Muslim Peygamber Aleyhisselam'ın bunday deganligini rivoyat qiladi. Mu'minlar o'zaro do'stlashish va kuyinishda bir tanga o'xshaydi. Agar u tanga og'riq yetsa, butun tan qizish va uyqusizlik bilan bearom bo'ladi. İmam Buxoriy Peygamber Aleyhisselam'ın bunday deganligini rivoyat qiladi. Mu'min uchun bir-biriga kirishib ketgan bir binoga o'xshaydi. Peygamber Aleyhisselam bu hadisni so'zlaganda barmoqlarini kirishtirib turib tushundirgan. Ularni ruku qilgan, sajda qilgan holda ko'rsan, ular Allohning fazlini va roziligini tilaydi. Allah ularni yaxshi amalni ko'p qiladiganligi, eng yaxshi amal bo'lgan namozni ko'p o'qiydiganligi bilan sifatladi. Alloh taolo ularni namoz va yaxshi amallarni g'olib va buyuk Alloh taolo uchun ixlos bilan ado qiladiganligi, Alloh taoloning dargohidagi ularga tayyorlangan keng rizqdan iborat g'olib va buyuk Alloh taoloning fazlini o'z ichiga olgan katta savob, jannatni va uningdanmi katta ne'mat bo'lgan Alloh taoloning roziligini umid qiladiganligi bilan sifatladi. Allah'ның razılığının en katta nimet ekanligi haqida büyük ve yüksek Allah Teala mundak degan. Ular erişidigan Allah'ның razılığı cennet nimetlerinin hammasidan kattadır. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ularning yüzlerinde secdenin əsridən nişanlar var. Mücahid ve bir qancha kişiler ularning yüzlerinde Allah'tan eyminiş ve kiçik beyinlik alametleri görüldü dedi. Bazı tefsirşünaslar hakikaten yaxşılık kılgıcının kalbi nurluk, yüzü yoruk, rızkı mol boludu. Onun qarta kişilerinin dillerinde muhabbet peyda boludu dedi. Müminlerin halifesi Osman radıyallahu anhu mundak deydi. Bir adam köңledi birer sırrını yoşursa, Allah Teala onu onun yüzüdeki alametle, gep sözüdeki izlişler arkalık aşkarlaydı. İmam Ahmed İbn Abbas radıyallahu anhumadan Peygamber Aleyhisselam'ın mundak deganligini rivayet qiladi. Şek şübhisiz ki yaxshi yol, yani birovning qilgan yaxshi ish izlari, yiqimliq chiroy ve iqtisodjonlik Peygamberlikning 25 partisidan bir parçadır. Bu hadisni İmam Abu Davud mi rivayet qilgan? Sahaba radiyallahu anhumlarning niyetleri xolis, amalları yaxshi edi. Ularga qaragan har qanday kishi ularning yaxshi ish izlaridan hayron qoladi. İmam Malik radiyallahu anhu mundaq deydi. Mening anglashimcha Hristiyanlar Şamni fathi qilgan sahaba radiyallahu anhumlarni ko'rgan chaqda
Allah'ın namı bilen qasamki, o adamlar bizga sifatları yetip kelgan havariylar İsa aleyhisselamның ergashuvchilaridan albatta yaxshi ekan degan. Bu vaqtda ular to'lim rost aytgan. Bu ummat ilgirki kitoblarda haqiqatan katta sifatlar bilan sifatlangan. Ularning ichidan eng kattasi va afzali payg'ambar alayhissalomning sahobalaridir. Buyuk va yuksak Allah Taala ilgiri nazil qilgan kitoblarda va ummatdan ummatga qoldirilgan xabarlarda ularning yaxshi sifatlarini bayon qilgan. Shuning uchun Allah Taala bu yerda mundaq deydi. Ana shu ularning Tavratdagi sifatidir. Ularning İncildagi sifati bo'lsa, ular shox chiqargan, kuchlanib, cho'ngaygan, ya'ni yashargan, yetilgan, ondan o'z qo'li bilan o'rtilgan, buluqliqi va ko'rkam ko'rinishi bilan dehqonlarni mamnun qilgan bir ziroatga o'xshaydi. Shundaqla payg'ambar alayhisalomning sahobalari payg'ambar alayhisalomni qo'llab-quvvatladi va uning yordam qildi. Ularning payg'ambar alayhisalom bilan birga bo'lishi xuddi ziroatning uni g'ullatadigan shoxlarga o'xshaydi. Mu'minlarni mundaq ziroatga o'xshatish kuffarlarni xaf qilish uchundir. İmam Malik'nin bir rivayetinde bu ayetden sahabe radiyallahu anhumlarga düşmanlik bilen qaraydigan Rafidelarning kafirligiga hukm chiqargan. Chunki ular sahabelarga qattiq düşmanlik bilen qaraydi. Kimiki sahabe radiyallahu anhumlarga düşmanlik bilen qarasa, bu ayetning dalili bilen u kafir bo'ladi. İmam Malik'ning bu hukmiga bir türküm alimlar, Allah ulardan razı olsun, qo'shildi. Sahabe radiyallahu anhumlarning fazilati ve özlerini ular bilen teng hisoblab, ularning martabasini kamsitishni cheklash haqida nurg'un hadislar bayon qilindi. Allah Taolaning ularni maqtaganligi va ulardan rozi bo'lganligi ularning martabasining yuqori ekanligiga yetarli dalildir. Allah Taala ularning ichidan iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga ularning gunohlari uchun mag'firat va katta ajr va'da qildi. Ya'ni katta savob va esil rizq va'da qildi. Allohning va'dasi haqdir va rostdir. Allah Taala va'dasiga xiloflik qilmaydi va uni o'zgartmaydi. Sahaba radiyallohu anhumlarning izidan mangan har qanday kishi ularning hukmida bo'ladi. Fazilat yaxshi ishlarni oldida qilish va kamolatga yetish jihatlarda bu ummatdan hech kim ularga yetolmaydi. Allah Taala ulardan rozi bo'lsin va ularni rozi qilsin. Firdavs jannatlarini ularning qarorgohi qilsin. Allah Taala haqiqatan shunday qildi. İmam Muslim Abu Hurayra radiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sahabalarimni tillamanglar. Mening jinim ilkida bo'lgan zot Allah bilan qasamki, agar sizlardan biringlar Uhud tig'idek oltinni sarf qilsa-mu, ulardan birining bir mud sarf qilgan narsasining yerimig'imi tankanmaydi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Alhamdulillah. Shuning bilan sura Fathning tafsiri tugadi. Jami hamd sana va madhiya Allohga xosdir. Kelar qitimda sura Hujurat tafsiridan 1-oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.